avval assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar, yuzlaridan jannat ifori taralib turgan keksa onaxonlar, Barchinoy, To'maris, Nodirabegim avlodidan bo'lgan go'zal, latofatli opa-singillarimiz, barchangizni shunaqangi chiroyli qarshi olamiz. Ratana bazmgohida ko'rib turganimizdan behad mamnunmiz. Xudo xohlasa nikoh to'ylaridan sharafli to'ylar bezaylik. Nikoh to'ydan keyin beshik to'ylari, bundan keyin vaqt to'yi, nabiralaringizni tug'ilgan kunlarga birgalikda nishonga chiqing. Jamil.
muhtaram diydor qadar ko'rishib turganligimiz bizning eng katta baxtimiz ekanligini takror sizga demak aytgan holatda bugungi kechamiz shahzodasi, sizning yaxshi ko'rgan insonlaringizning farzandi bo'lgan aynan Otabekjonni hurmatli ota-onalari qarshisida yaxshi niyatlar ila qabul qilishingizni iltimos qilib so'ragan bo'lar edik. Albatta unga yarashgan chiroyli bir tarona ostida. To'ylar muborak bo'lsin. Davom etamiz azizlar. Bo'linglar aziz ustozlar. Demak, davramizga tashrif buyuradi. Xatam va Gavhar opamizni kelishlarini so'raymiz. 54-chi Ustozlar davlat maktabi adashmasam direktor o'rinbosari tanishtiramiz, menimcha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
mikrofon berib qo'ydi. Bolashamizga olib borib beramiz. Otabekjon olib borib beramizda. Umri sog' bo'lsin, doimo to'yda muborak bo'lsin. Yaxshi kayfiyat bilan hech qachon tark etmasin. Bugun o'zgacha bir kayfiyatli voqea aylanib turibmiz. O'zgacha bir niyatlarda, o'zgacha bir restoranda bir o'zgacha bir atmosferani ko'rib turibmiz. Salomat bo'lsin, Otabekjon, umrlar uzoq bo'lsin.